istayman. Ya lekin men 5x yig'ishim kerak edi, shunga kelgandim. Mayli. Gul uramiz borlar. Endi men to'g'risi gap yig'son yig'ib bera olmayman, umuman gul urib turaylik. Lekin odamlarga sizni ko'rsatib tura olaman, mana shunaqa qilib 5x yiqqani kelganda. Maylimi? Bir tog'alaringizga aytib, bir ikkimiz bir 15 marka urib bersan. Yo, ha endi sochingiz moyi chiqib ketibdi. Sening uyda qurilish bo'lyapti. Endi sizga o'xshab domga kirib olib, domning ichida somsamni tarab, somsani junini uqalab o'tira olmayman men. Ustalar bilan qo'shilib ishlayman ham o'zim. Uchastkamda meni pomidor, bodringlarim bor, borib chopaman ketmoq. Tushunyapsizmi? Silab o'tirgani meni vaqtim yo'q. Ba'zida yuvaman, ba'zida yuvolmayman. Hali uylanmaganman. Har kuni cho'milishim shart degani emas. Men qishloqni bolasiman. Gul urib tursangiz 5x olardik. Yo to'g'risida akalar biladi, hali sochingiz unisi chiqibdi, hali moyingiz chiqibdi, nima qilay endi? To'g'rimi aka? Gul urib turaylik, bolalar 5x beradi. Endi masalan ona Dilnoza opani yutib qopti deyishyaptimi? TikTokdagi Donator opa bor edi-yu, shu o'lib qoptilarmi opa? Men xabarim bo'lmadi meni. Bormi oramizda xabar borlar? Dilnoza opa o'tib qopti deyishyapti. Men ishonmayapman, to'g'risi gap. Ishonganim yo'q. Yolg'on deb o'ylayapman men, yolg'on. Yaxshi ayol edilar deydi. Ha, shu opamning xotirasiga bir 5x olaylik hozir. Kimda gul pul bo'lsa uraylik. Nima deysiz aka, bir opamning xotirasiga 5x olaylik. Ya men ishonmayapman to'g'risi gap. Yo. Opam o'lmagan, normal holat. Ne de o'ylang, qaramang aka, siz bilan meni Iskandar Makedonskiy ham tema qilib chiqibdi YouTube kanalida. Ko'rdingizmi? Iskandar Makedonskiy bizni YouTube kanaliga olib chiqqan jalab ikkalamizni. Mani olib chiqibdi. Qo'yib beraymi? 5x yig'yapman ha, 5x. Ichagingiz uzilib qoladi. Qani? Hozir kompyuter yo'q hozir. Qotib qolasiz aka, biladi. Hayotga bo'lgan qiziqishingiz ortadi hozir. Beş x berdimi? To'tayla 5x ko'rib olay. Evet. Voy, turqinga qo'ygan seni itdan bo'lgan harromi. Voy, itdan bo'lgan harromi, akpen soska. Voy, haromdan bo'lgan. Yebat. 5x berdi menga ham, baribir yutqizsak ham. Yutibmiz. Bu haromiy. Bolalar akpen kelib oldi, u tarafga 5x olaylik. Akpen kelib oldi. Ket. Kimda gul sanjar? Sarlab qo'ygan. Az. Bir minut. Zamonaviy bo'lib ketdi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Iskandar. Hurmatli aziz do'stlar, bugun biz legendarni ko'plab kishining qalbida eritib Sberbank kartachasidan daf'li pullarni ishilib olishga sababchi bo'lgan cho'loqlar haqida gaplashamiz dedik. Ehson ham hozirgi kunda juda ham boshqacha bo'lib ketdi. Bomj, prostitutka, jalab, pidaras,
Bilet konchini ублюдок odamlar kamayib ketyapti, chunki ularni ko'pini yig'ib, davolab, sog'lab, bor narxi yana jalabligini qil, bomjilligini qil, ko'tligini qil deb nechini qilib jo'natib beryapti. Aslida meni fikrim bo'yicha, sizlarning fikrlaringiz ham menga juda ham qiziq, faqat kommentariyada yozinglar. Ehson menimcha muhtoj bo'lgan insonlarga qilinadi, reallik kerak bo'lgan insonlarga, o'sha narsaga minnatdor bo'lgan kishilarga qilinish kerak degan fikrdaman. Yana bir bor aytaman, fikringizni kommentariyada qoldiring. Oldinlari mana aslida Moskva, Rossiyada bo'lardi ehsonlar. Xudoga shukr, o'sha chuqlar ham, bomj ham, kasal ham, pidaras ham qolmadi. Hammasini davolab beliga. Endi bilan hozir yag'dan turib qilyapti, uy qurib ber, ob'ekt qurib ber. Hozir qotasiz aka, ikkalamiz chiqamiz, qarab turing. Ana ketdi. Qotasiz. Sarlavhada ikkalamiz jalab. Qarab turing. Qilish kerak. Buning uchun do'stlar, original registratsiya qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga ishonchli registratsiya. Tug'ilgandan birinchi raddomda hali ham chiqqan yo'q bu. Balki bilmayman kim bilan qurvaqachada yotdi. Nafas olib sal yiqqanda desa, nafas olmaydi, nima qilyapman dedi. Bu basharachani qaranglar. Yo'q mana buni. Yaxti suvga tushgan tashoqchaday. Degan aziz. Mayli bermay. Men 250 ming yig'ib eshitib turing. Yesichoy sizlar tushunmaydigan bo'lsalarim, bu yerdan oldi bu yerda ila qarz emas, ehson pulini bergan va недовольный bo'lib bergan. Shu haqida razbor ketyapti. Pizdets narxi. Telefon ekanmi tortib kelib, men sizga tashlattirib berdim aka. Tashlattirib berdingizmi? Nima ustiga turib tashlattirib berdingiz? Dalboyib tushakda yotganingdan keyin ustingdan kuladi, yoningdan kulmaydi. Jallab biladi. Pizdets narxi. Turma to'g'ri. Po'lat bo'ldi yordammi? Bo'ldi, mushuk bo'ldi. Ism ham Po'lat narxi. Alimay qo'yapti bilan, titammi narxi. Katta raqam bo'ldi, turma qilyapsiz. Arqamga gapiryapsiz. Nima gapingiz qilmay bo'lmasin endi. Ehson oladigan gandon bilan ehson bergan kishiga tosh otyapti. Gap qilmaman kerak. Gandon pulni berganda narxi molcha yegin tamom biladi. Bunaqa million yo'q. Qo'ymasmi? Pulingizni olyapsizmi aka? Qo'ymasmi sizga? Bunga bu qo'yba. Farg'onadanmi deyman bu, ha? Batta unaqa bas, qo'y bas deyapti-da. Mana Hondacha, maydacha. Ha? Haga surishtiringlar bu gandonchak. Bakam bu. Mahallaga qarayapti bilan. Hokimiyat qarayapti bilan. Menimcha bu kimdir 9-etajda kishi gandonni otib bergan mashinasidan paydo bo'lgan. Pidarascha bilan. Do'g'a ishini qaranglar buni bilan. Bo'lagi pul bersang qo'lingni tishlaydi deydi bilan. Yotishini qarab bilan. Yonni aytsa qochib bilan. Xudoda qo'rqaysizmi? Pidaras bilan. Bu gandonni gapini qaranglar. Xudoda qo'rqaysizmi deydi. Ahuyet. Xudoda qo'rqaysizmi? Xudodan siz qo'rqing aka, men nima qo'rqaman? Qo'rqib nima qilibman men? Gandonlik qilding, pidaras bilan. Pul bergandan keyin rahmat degan